Moskvadami yo Dubaydami qayerdadir bir inson bilan $10,000 shakar gurtorlik qilmoqchi ekansiz. Shu $10,000 yig'yapti-ku bechara haligacha. Va qariganimizni kutamizmi endi? Rostdan $10,000 shakar gurtorlik qilmoqchimisizlar? Yo'q, endi qilmaymiz, endi 25,000. Suruvga o'tdi. $25,000? Da. Siz bilan? Men bilan. Bo'ldi. 3x akalar, 3x. Sardor yutib beringlar. Nima bu baxt qaro bilsak bo'ladimi? 3x. Butun 3x. Instagramda Biz bilaylik-da, siz o'zingizning og'zingizdan eshitaylik, balkim fake'dir. Yo'q, fake. Endi просто hazil-huzul-ku. Yo endi prosta hazil-huzulga unday shakar gurtorlik hazil-huzul bo'lmasa kerak. 25,000 beradigan hazil ekan pul emas-ku. Endi $25,000 sizga bergandan ko'ra qo'liga bir umrga uylangan yaxshi emasmi? O'shaning uchun aytaman-da hazil-huzul deb. Ya. Odam beradigan pul emas-ku bu. Rostdan bersa-chi $25,000 masal. Berolmaydi. Balkim berishi mumkin aytib bo'lmaydi. Balkim berib qolsa Sardor bilan birga boraveramiz. Oldiga shakar gurtorlik qilishga. 8 ta pul beringlar. Menga bepulmi? Siz prosta tomoshabin bo'lib turasiz. Qanday? Men o'tirib tomosha qilib o'tiraman, xolos. Biz prosta gaplashib o'tiramiz-ku, gap berib o'tiramiz. Sizga $25,000 pul berib, prosta gapirib o'tirmasa kerak, bro. Prosta gaplashib o'tiramiz. Bor shunaqalar gaplash yaxshi ko'radigan. Akalar gul beramiz. Gul. Istadan o'taylik. Bunaqasi ham bo'ladimi? Menga bepulmi, ha? U 25,000 bersa menga bepulmi? Nimaga sizga bepul bo'ladi? Men ham pul berishim kerak. Albatta. Men qancha berishim kerak? Siz qo'lingizdan chiqarib beraverasiz. Yana ikkita qo'y. Ko'nglimdan 1000 so'm chiqarishim mumkin. 1000 so'm? Ha. O'zim 5000 so'm beraman, kelmang, o'shda o'tiravering. 5000 so'm beraman. Bilasizlar nima? Bunday bir ommaga bunday mish-mishlar tarqatyapsizlar. Rostdan bo'lyaptimi yo yolg'ondan bo'lyaptimi u voqealar? Bo'ldi, tugadi-ku, pul bermadi. Nima tugadi-ku? Kelishgan kunimizga bermadi. Nima qilaman men? Uni lishni yana gap so'z qilib. Men tekinga reklama qilmayman. Pulim bersa keyin reklama qilaman. Bo'ldi, Sardor, tema yopildi. Hop. Da. Hayot qanday? Hammasi chotkimi? Zo'rmi? Zo'r, Ahmad. Endi qarang. Kim qanday tushunadi bitta gap aytaman. Aytaveraymi? Xafa bo'lib qolmaysizmi? Normalniy bolani tekinga ko'radigan joylari bo'ladi. Normalniy bola pulga ko'rmaydi. Normalniy bola, chotki bola tekinga ko'radi. Dastoyni bola tekinga ko'radi. Normalniy bola shu ishni qiladi. Nenormalniy bola pulga ko'radi. Endi qanday o'zingiz tushuning. Xafa bo'lsangiz ham, xafa bo'lmasangiz ham meni fikrim. Молодец. Meni fikrim muhim. O'zi sezonmas paytida o'ga chiqibsan, ishon, normalniy bolani tekinga ko'radigan joylari bor. Akalar, yutib beringlar, Sardorni. Yutib beringlar. Nima qilib qolyapti, so'tlachlar? To'xtang, akalarim o'qib, zo'r bo'ladi. Chaqiring akalari bilan kelsin. Bormi? Akalari bilan kelsin, akalari bilan kelsin. Bormi? Zo'ravonlari bormi? Mana beli baqotlari bormi? Bor. Zo'rlari bor. Akalaringiz yaqinda paxta sezon kelyapti. Mana erta bahordan g'alla sezon kelyapti. Borib g'alla sezonda ishlagandan keyin puli bo'lar, hozir yo'q. Qanday haydashadi siz akalaringiz? Men akalarim trak haydaydi, jinnivoy. Nima bo'lib trak haydasa? Men akalarim ham trak haydaydi. Men akalarim trak haydaydi. Trak haydayotgan akalar sezon tanlamaydi, qish yoz tanlamaydi. Siz akalaringiz faqat sezonda ishlaydi. Qanday haydaydi siz akalaringiz? Qanday? Akalar, snay bormi, snay? Qanaqa
sinayap, Shahatixon, qanaqa sinayapdan gapiryapsiz? Bu nima sinayap? Voy, bu shotingizni qarang, yeyishga noningiz yo'q-ku. Men sizga salom aytyapti. Tanisizmi? Gap. Fazli. Endi bu yoqqa o'tib o'zimga salom aytganim boshqacha emas. Endi Moskvadami yo Dubaydami qayerdadir bir inson bilan 10 ming dollarga shakar guptorlik qilmoqchi ekansiz. Shu 10 ming dollar yig'yapti-ku bechora haligacha. Bu qariganimizni kutamizmi endi? Rosta 10 ming dollarga shakar guptorlik qilmoqchimisizlar? Yo'q, endi qilmaymiz. Endi 25 ming. Suruvga o'tdi. 25 ming dollar? Da. Siz bilan? Men bilan. Bo'lish. 3x akalar, 3x. Sardor yutib beringlar. Kim o'zi bu baxt qaro bilsak bo'ladimi? 3 Butun Toma. Instagramda Biz bilaylik-da, siz o'zingizning og'zida eshitaylik, balkim fake'dir. Yo'q, fake. Endi prosta hazil-huzul-ku. Yo, endi prosta hazil-huzulga unday shakar guptorlik hazil-huzul bo'lmasa kerak. 25 ming beradigan hazil ekan pul emas-ku. Endi 25 ming dollar sizga bergandan ko'ra qo'liga bir umrga uylangan yaxshi emasmi? O'shaning uchun aytaman-da hazil-huzul deb. Ye. Odam beradigan pul emas-ku bu. Rostdan bersa-chi 25 ming dollar, masalan. Berolmaydi. Balkim berishi mumkin, aytib bo'lmaydi. Balkim berib qolsa Sardor bilan birga boraveramiz. Oldiga shakar guftorlik qilishga. 8 ta pul beringlar. Menga bepulmi? Siz prosta tomoshabin bo'lib turasiz. Qanday? Men o'tirib tomosha qilib o'tiraman, xolos. Biz prosta gaplashib o'tiramiz-ku, gap berib o'tiramiz. Sizga 25 ming dollar pul berib, prosta gapirib o'tirmasa kerak, bro. Prosta gaplashib o'tiramiz. Bor shunaqalar gaplashish yaxshi ko'radigan. Akalar gul beramiz. Gul. Istada o'tiraylik. Bunaqasi ham bo'ladimi? Menga bepulmi, ha? U 25 ming bersa menga bepulmi? Nimaga sizga bepul bo'ladi? Men ham pul berishim kerak. Albatta. Men qancha berishim kerak? Siz qo'lingizdan chiqarib beraverasiz. Yana ikkita qo'y. Ko'nglimdan ming so'm chiqarishim mumkin. 1000 so'm? Ha? O'zim 5000 so'm beraman, kelmang, o'shda o'tiravering. 5000 so'm beraman. Bilasizlar nima? Bunday bir ommaga bunday mish-mishlar tarqatyapsizlar. Rostdan bo'lyaptimi yo yolg'ondan bo'lyaptimi? U voqealar. Bo'ldi, tugadi-ku, pul bermadi. Nima tugadi-ku? Kelishgan kunimizga bermadi. Nima qilaman men? Uni lishni yana gap so'z qilib. Men tekinga reklama qilmayman. Pulim bersa keyin reklama qilaman. Bo'ldi, Sardor, tema yopildi. Hop. Da. Hayot qanday? Hammasi chotkimi? Zo'rmi? Zo'r, rahmat. Endi qarang. Kim qanday tushunadi bitta gap aytaman. Aytaveraymi? Xafa bo'lib qolmaysizmi? Normalniy bolani tekinga ko'radigan joylari bo'ladi. Normalniy bola pulga ko'rmaydi. Normalniy bola, chotki bola tekinga ko'radi. Dastoyni bola tekinga ko'radi. Normalniy bola shu ishni qiladi. Nenormalniy bola pulga ko'radi. Endi qanday so'zlar tushuning. Xafa bo'lsangiz ham, xafa bo'lmasangiz ham meni fikrim. Молодец. O'zi fikringiz juda muhim. O'zi sezonmas paytida o'ga chiqibsan, ishon, normalniy bolani tekinga ko'radigan joylari bor. Sardor. Akalar yutib beringlar, Sardorni. Yutib beringlar. Nima qilib qolyapti? So'ntachilar. To'xtang, akalarim o'sib zo'r bo'ladi. Chaqiring akalari bilan kelsin. Bormi? Akalari bilan kelsin, akalari bilan kelsin. Bormi? Zo'ravonlari bormi? Mana beli baqotlari bormi? Bor. Zo'rlari bor. Akalaringiz yaqinda paxta sezon kelyapti. Mana erta bahordan g'alla sezon kelyapti. Borib g'alla sezonda ishlagandan keyin puli bo'lar, hozir yo'q. Qanday haydashadi siz akalaringiz? Men akalarim trak haydaydi, jinnivoy. Nima bo'libdi trak haydasa? Mani akalarim ham trak haydaydi. Men akalarim trak haydaydi. Trak haydayotgan akalar sezon tanlamaydi, qish yoz tanlamaydi. Sizning akalaringiz faqat sezonda ishlaydi.
Kambay qayda sizda qilarsiz, kambay. So'rab deyapti. Jaliya, ey! Aka, snayp bormi, snayp? Rahmat. Qanaqa snap, Saxatixon, qanaqa snapdan gapiryapsiz? Bu nima snap? Voy, bu shotingizni qarang, yeyishga noningiz yo'q-ku. Faz sizga salom aytyapti. Tanisizmi? Kim? Fazni. Endi bu yoqqa o'tib o'zimga salom aytgan boshqacha emas, endi